eng ko'p tashlangan videolarning bittasini голосовойni eshittiraman, eshitinglar-da. Qapolmanglar. Menga telefon qilib, xohlasalang suvga shishtirangisa qilinglar. Va qaysi kalla bilan olyapsan? 350 mayl, 770 mayl debdi. Sizlarda aql farosat bormi? Ya ishlatinglar gataga. Shu miya bilan urush qilgandan Qisqasi, bu akamiz Amerikada truck driver bo'lib ishlaydilar. Dispetcheriga shu asabiylashib, голосовой tashagan. Dispetcheri bu narsani endi bu dispetcherimi boshqasini bilmayman, ish qilib shunaqa kontent qilayotgan dispetcherlar hammasiga-da buni video qilib chiqaryapti. Kontent qilayotgan dispetcherlar juda ham ko'pchiligi bunaqa qilib boshini mana qo'yadi-yu, o'tiradi-da. O'sha payt sizlar driverning ustidan kulyapsizlarmi yo achinyapsizlarmi? Agar achinsangizlar nima foyda bunaqa videoni chiqarishdan? Umuman bo'rttirib driverning ustidan kulgandek qilib chiqarib yotibsizlar. Bundan nima sizlarga naf, nima foyda? Like, подписка, hay, kommentariy bo'lar, o'sha axvatlaringiz million bo'lar. Boshqa yo'nalish qolmagan bo'lsa, lutchi именно driverni голосовойni yedirib aylantirishni lutchi qilmanglar, ukalar. Ko'ramiz, dispetcherlar bor, hayotini ko'rsatadi, yuk olish, yuk berishni ko'rsatadi. Brokerlar bilan gaplashishni, o'sha Amazonda bo'layotgan xatoliklarni yoki Amazonda bo'layotgan o'sha life hacklarni ko'rsatib o'tadi, nima qilishlarni, eng yaxshi pul topish yo'llarini ular ham aytib o'tib ketadi. O'shanaqa bir foydali ma'lumotlar beringlar. Yoki sizlar ham bunday o'tirib olib, agar siz zo'r hayotda yashamoqchi bo'lsangiz, 5 ta yo'li bor. O'sha 5-inchisi eng zo'ri deb o'tiringlar. Eng zo'r hozir kontentlar shu-ku. Ko'plaringizni kommentariylariga kirib bitta-bitta o'qib chiqaman-da. Amerikada yurgan truck driverlar faqat negativ yozadi sizlarga. Yana like bosib qo'yasizlar uslariga.